Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga yangiliklar ham seroq. Xudo xolasa Qo'qon bozoridan arzonlar ketyapti. Men sizlarga yangi tovarlar kelyapti. Arzon skidka tovarlarimiz bor. Hozir birin-ketin arzon qilib o'taman. Sizlarga obuna bo'lib, like bosib, podpishka qilib qo'yinglar. Anchadan bas video qo'yolmayapmiz. Shuning uchun sizlarning ham podpishkangiz juda ham muhim. Обязательно obuna bo'lib, Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Nomer qoldiraman. O'sha nomerga Telegramdan o'tib yozsanglar bizga qulay bo'ladi. Bo'lmasa boshlaring, narxlar bilan tanishtirib o'taman. Bu ko'rib turgan hamma mahsulotlar O'zbekiston mahsuloti bo'ladi. Bir-biridan ajoyib assortiment ko'pligini ko'ryapsizlarmi? Telegramdan o'tsanglar, bundan ham ko'p assortimentlarimiz bor, xudo xolasa. Viberlar, Serob dastlabki xizmatlarimiz ishlayapti. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekistonda hamma nuqtasigacha xohlasanglar uylaringgacha ham qilib berilaveradi. Hozirda mana shunaqa padoshliklar ham juda trendga chiqdi. Ko'pchilik yaxshi ko'rib olyapti. Sportivniy bu. Ikkitasi birdada, ham sportivniy, ham skromniy. Maza qilib kiysalar bo'ladi. Momi xohlaganlar uchun momiqlar bor, mana ko'rishingiz mumkin. Assortimentlar juda ham serob. Narxlarimiz juda ham arzon bo'lib ketgan. Skidkalar ketyapti. 25 mingdan 70-80 minglik tovarlar 50 ming atrofida chiqyapti hozir. Men sizlarga qo'ldan kelgancha tanishtirib o'taman. Oxirigacha ko'ringlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana ularimiz mana hozirda 4 xil rasvetkasi bor. 25 ming so'mdan rasprodaja 25 ming so'mdan soni. Bundan shu 4 pachka ham qolgan. Kimga qiziq bo'lsa, sirazi o'tib yozinglar. Sizlarga kerak bo'lsa, yopib ko'raveramiz. Mana undan 3 pachka qolgan. Mana shu 2 xil svetidan 3 pachka qolgan. Buni 29 ming so'mdan qilib beramiz. Buni 50 ming, 60 ming, 70 minggacha sotilyapti. Hozir ham sotilyapti. Skidkada 50% dan oshiq skidkada bular. Hop, keyin yana ko'rsataman hozir sizlarga. Mana shu 40 ming so'mdan chiqadi narxi. Bularimiz sal xullas mana shularimiz 40 ming so'mdan. Mana unaqa padoshligi narxi qimmatroq chiqadi. Bu 44 ming so'mdan. 44 ming so'mdan chiqadi narxi bularni. Momoqlar mana bular damashlik qatori ketaveradi. Bu uyda ichiga kiygani yengil naqalarga zo'r ketadi, xudo xolasa. Toshliklar so'raganlar. Toshliklar bor mana. Toshligimiz bardovisi bor. To'q qorasi bor mana ko'rib turganlar. To'q qorasi bular 45 ming so'mdan. To'q qorasi 45 ming so'mdan. Keyin mana monaqalar bor. Bularni 62 ming so'mdan qilib beramiz. Mana shunaqa o'ralganligini 62 ming so'mdan ko'ringlar. Assortimentlari bor. Buni ko'rsatganim 44 minglik bu. Mana ham o'sha 62 minglikdan mo'la sherigi. Bu ham shunaqa. Shu xullas. Mana bular 40 minglikdan, 40 minglik variant. Padoshiga qarab ajratilaveradi. Usti hammasiniki bir xil bo'ladi. Sifatlari usti xudo xolasa bir xil material ishlatilgan. Lekin shu padoshini hisobiga qaysiniga ko'proq mehr berib, ko'proq vaqt ketgan. Ko'proq vaqt ketgani hisobiga narxi ham balandroq chiqadi. Detal ko'proq ishlatilgan, o'shandan farq qiladi narxlar. Mana aytib o'tay, mana shuni ham. Chiroyli ishlangan ekan. 2 xil hozir 2 xil rasvetkasi bor. Yana boshqachalar ham keladi hozir. Yangilik to'xtagani yo'q. Va bahor sezon kelaveradi. Buni ham shu 62 ming qilib berilaveradi. 62 ming so'mdan o'tib yozaverasizlar. Bunaqa tovarlar bor, mana toshliklar bor. Mana bunaqasi bor mana. Juda chiroyli ishlangan ekan, ochcha nimasi yo'q. Sportivniy, oldinlari skromniy. Xullas o'tib yozinglar, nomerlarni qoldiramiz sizlarga. Qanaqangi xizmatlar, dastlabki xizmatlari bo'lsa, boshqacha narsalar ham bor, usti boshlar ham bor.